bugun biz navbatdagi pazandachilik to'garakimizni olib boryapmiz. Bu to'garakda men kutilgan natija hozircha bo'lmayapti. Chunki men o'ylagandim, hozir qizlar shunday qiziqib ketib o'zlaricha nimalardir bir yangilik qilib, bunday qilsa bunday bo'larkan, bunday qilsa. Chunki qiz bola kerak-ku bu narsa. Ertaga turmushga chiqasan, o'sha hozir uyingga borib ota-onangga bilasizlar, qilib berishga harakat qilasizlar, shirin bilasizlar. Shuncha kerak bu deb o'ylagandim, lekin sizlarda nima bo'lmayapti. Demak, men o'zim ko'proq ishlashimga to'g'ri kelyapti. Demak, men o'zim retseptlar narsa bo'lar ekan, degan narsalar sizlar yangilik bo'ladi deb o'yladim. Shunga e'tibor beraman degan. Demak, qani yana ikkita qani nima o'zgarish bo'ladi? Xo'sh, lekin bu narsani hozir sezmayapman. Demak, men o'zim ishlashim kerak. Men o'zim retsept topishim kerak, o'zim sizlarga aytishim kerak. Bunday qilmas kerak. Odamda qandaydir tashabbuskorlik bo'lishi kerak-da. Ertaga kerak bo'ladi. Tushundingmi? Ertaga o'zing uchun ham kerak-da. Bu endi to'garakda tashkil qilishdan maqsad mana Jasmina harakat qilibdi. Men sizlarga nonushta deb nima deb topshiriq berdim. Ertalabki nonushta nima qiladi? Ertalab lekin yaxshi nima qiladi. Xo'sh, mayli, Jasmina shuncha harakat qildi. Jasminaning nimasini ertalabki nonushta uchun tayyorlagan nimasini bir nima qilaylik, nimalar? Ingichka qovurish kerak, u sil ichib pishmay qoladi. Keyin sosiska soldik, ichiga sosiska bilan kirchka pishgandan keyin sosiskani olib qovurib, keyin moyini olib qo'yib, keyin tuxumni aralashtirib olib, kosaga keyin solamiz. Ustiga solamiz. Tuxum pishgandan keyin sir qo'yamiz. Sirni ustiga qattiq solamiz. Qattiq solamiz. Keyin ozroq undirib, ergandan keyin pomidor, keyin ana soldim men, salat bargi soldim, ko'katlar sosa bo'ladi. Oilani hammalari. Yo'q narsaga aylanadi. Iloji bo'lsa o'zi yog'ni nafaqat sosiska. Oddiygina go'sht qovurilgan yog'ni ham bir necha kun ishlatgandan keyin, bir necha kundan keyin uni shatib bo'lmaydi. Agar mana quyosh nurida turgan bo'lsa, umuman shatib, o'zidan yog' o'zidan zahar chiqaradi. Shuning uchun iloji bo'lsa yog'ni ko'p ishlatmas kerak. Mana bu nimalarda biz malaka ishlarga borganimizda, mana qarshilik, o'sha buxorolik, har xil o'qituvchilarimizga borganmizda, ular yog'ni bir marta ishlatib to'kib tashlaydi. Endi biz unday qilsak-ku, salgina nima edi? Nima qilib qo'yamiz? Isrof qilgandek bo'ladi. Men ham bilmayman. Qachon Tamishadi. Xo'sh. Ertalabki nonushtaga deyarli qilsa bo'ladi. Ta'miga gap yo'q. Kamchiligi bormi? Kamchiligi deyarli yo'q. Xo'sh. Buronma bo'laymi? Xo'sh. ertalabki nonushta juda ajoyib chiqdi. Ko'rinishlari chiroyli ta'min. Ajoyib. Nonushta yaxshi chiqdi. Bo'ladi, tuzlari ham joyida. Yaxshi. Nima fikring bo'lsa? Men javoblarga hamma qizlarni aytgan gapiga qo'shilaman. Chindan shirin, foydali. Yaxshi. Ertalabki nonushtaga juda ham chiroyli tanlov bo'ldi. Tashqi qiyofasi ham chiroyli, kamchiliklari men fikrimcha sir qolmagan yaxshi. Chunki menga sir yoqmadi. Yaxshi. Ko'rinishi ishtahani ochuvchi, mazali, shirin chiqqan. Kamchiliklari yo'q. Yo'q, sizlar. Bu ovqat ertalabki nonushta uchun yaxshi, to'yimli, kun davomida odam to'yib iste'mol qiladi. Yaxshi. Xo'sh, men uni yaxshi deb qabul qilaman. Juda ham mazali. Ertalabki nonushtaga sal o'zi kuchliroq nima yeyish kerak, chunki tushgacha asosiy ishimiz obedgacha bo'ladi-da. Ishdamiz, o'qishdamiz, ertalab obedgacha bizni ko'proq energiya yo'qotadigan paytimizda. O'sha paytda shunaqa kuchliroq ovqat yeganimiz yaxshi.